Barselona o'zi bilmagan holda boshiga muammo orttirdi. Bu esa Real Madridga katta imkoniyat. Batafsil gaplashishimizdan oldin hoziroq like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda futbol haqidagi eng qiziqarli yangiliklar chiqadi. Bilasizlar, har bitta jamoani o'z akademiyasi bor va u yerda ular yosh va iste'dodli o'yinchilarni olib, keyinchalik yulduz qilishga harakat qilishadi. Va shunaqa bolakaylardan biri Nico Garrido bo'lgan. Ismini eslab qolishga tavsiya qilaman, chunki u ham mashhur La Masia akademiyasida o'ynayotgan edi. Ammo afsuski o'zini yetarlicha yaxshi ko'rsata olmagani uchun uni jamoadan cheklatishdi. Va shundan keyin zerikkan jurnalistlar undan intervyu olishdi. Buni bir eshiting. Barsa meni jamoadan haydadi. Nimagaligini bilmayman, ammo kelajakda ular bunga javob berishadi. Lamin Yamal u bilan nima bo'layotganini tushunmayapman. U atigina 18 yoshda, lekin bola o'zini allaqachon Messi deb hisoblaydi. Shundan keyin esa millionlab Real muxlislari darhol Florentino Perezdan bu o'yinchini Real Madridga qo'shishni so'rashdi. Ko'proq futbol yangiliklar istoriyamizda.